Assalomu alaykum azizlar, mana bayram juda ham ko'tarinki kayfiyat davom etyapti. Mana tondirimiz tayyor bo'ldi. Mana qarang, mana qarang, mana qarang. Ay ay. Hel. 5 tandir, yo'lchi tandir. Bemalol kelib bizning ham G'uzordagi eng O'zbekistonga ovoza bo'lgan tandir markazimizning asl kopiyasi Amerikada ekanini tan oladigan darajada taxlandi. Mana qarangizlar. Maşallah. Qo'lga tepingizlar. Ay. Xuddi yo'lchi tandirdan uzilgan tandir go'shtga o'xshaydi. Ana, mana bu tandir. Mana qarang. Maşallah. Ne kutu qo'ysa bo'ladi? Gap yo'q. YouTube'ga chiqib ketdingmi sana? Good. Tornado kelibdi deyapti. Hozirgina Mr. Tom xabar berdi. Mrs. Chelsea bilan juda katta tornado yaqinlashayotgan ekan. Agar podvali bor insonlar podvalga tushsa, biz o'zbeklar tandir go'shti yemaguncha podvalga tushmaymiz. Butun o'zbek xalqi faxrlansa arziydigan, g'ururlansa arziydigan ayollarimizga, ishbilarmon, tadbirkor qizlarimizga hamisha bir Alloh tomonidan berilgan qanaqadir bir ilohiy kuch deydi, shunaqa bir iqtidor, ta'lim, g'urur, iftixor baxsh etadigan mana shu Shoiraxon Hasanova mana Kanadadagi shahardan Amerika Qo'shma Shtatlar Ohio shtatiga mehmon bo'lib kelganlar. Mana bu insonni qancha suhbatini olsangiz kam, chunki yillar davomida dunyoning eng ko'zga ko'ringan milliarder shaharlarida biznes qilgan, faoliyat yuritgan, lekin o'zbekligini, o'zbegining go'zal malikaligini unutmagan o'zbegimning barcha qizlaridir. Shoiraxon, sizni biz ko'p, masalan, internet kanallarida, Ozodlik radio kanali yetishtiruvlarda ko'p ko'ramiz. Lekin mana bugun mana siz bilan yuzma-yuz o'tirib, sizning yuzingizdagi go'zal chehrani, tabassumni, farishtadek bir ona, faxrlansa arziydigan ayol siymasini ko'rib turibman. Men juda xursandman. Hayotda ham, ishda ham o'zbek qizlar mana shunaqa go'zal, bosiq, kamtar bo'lishlaydi yana bir bor inondim. Men ham sizni kanalingizdan foydalanib, barcha vatandoshlarimiz hammalarini Ramazon hayit bayramlari bilan samimiy tabriklayman. Oilalariga baxt, sog'lik, salomatlik, kasbkorlariga baraka, ro'zg'orlariga barakali bo'lsin, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hammamiz mana shunday bir-birimizga bo'lgan oqibat tugamasin. Mana shu vatandoshlarimiz ko'payaversin. Biz Kanadadamiz, sizlar Amerikada, biz Shimoliy Amerikadamiz. Rahmat aytgansiz. Bu yoqda ham ko'payaversin, bu yoqda ham ko'payaversin. Men bu yoqqa ham borib yuraman. Vatandoshlar ko'paysin. Rahmat. Hammasini niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetishsin. Shu o'sha qora ko'zlari qarab turibdi vatanda. Shularning baxtiga bular tan joni sog' bo'lsin. Topganlari barakali bo'lsin. Hamma vaqt o'zi bularni Allohim qo'llasin. Hamma vaqt yo'l bersin.
Şu yaxshi niyatlarim hamma va shu vatandoshlarimiz sevadi. Rahmat, tashakkur. Lekin biz Amerikada, Kanadada yashayotgan o'zbek mana shu ayollarimizga motivatsiya berishingiz maqsadida ishbilarmon ayollar asosini Amerika va Kanadada tashkil qilib, shuni o'zingiz boshqarsangiz qanday bo'lardi? Inshaalloh bu Mashallah, tabarakallah. hali qariganimiz yo'q. Rahmat. Rahmat. Ishlayveramiz xudo xolasa. Vatan uchun, rahmat. xalq uchun, xalqimiz uchun bizlar hamma xizmatga tayyormiz. Tashakkur. Mana hurmatli, mana shoir opamdek, mana ishbilarmon, haqiqiy o'zbegimni faxri bo'ladigan, ayollarga motivatsiya beradigan, biznes sohasida haqiqiy murabbiy, ustoz inson bilan suhbatlashib, qanday tasavvurga ega bo'ldingiz? Assalomu alaykum. Avvalambor yurtdoshlarim, barcha musulmonlarni men bugungi hayit ayyom bilan muborakbod etaman. Allohim shu hammamiz tutgan ro'zalarimizga, qilgan duolarimizni dargohida xayrli qilib ijobat qilsin. Bugun mana dugonim Zuhraxonning uyida mehmonmiz. Men juda ham xursandman. Shoiraxon bilan tanishdik. Omadingizni bersin. Keliningiz bir oy bo'lib kelin tushirib olganingizga o'g'lingiz bilan baxtli bo'lsin. Oy baxtli olsin, baxtli bo'lsin. Inshaalloh xudo xolasa shularni baxt rohatini ko'ring. Qizingizga ham solih kuyovlar kelib o'shalarni baxt kamolini ko'rib yurishingizga nasib ro'za aylasin. Hamisha shunday go'zal bo'lib, yosh bo'lib, borishli kelishli bo'lib yuraylik. Bir ko'rdik, tanishdik, ikki ko'rsak yaqin bo'laylik. Xudo xolasa Kanadaga mehmon ekansiz. Inshaalloh, inshaalloh. Shoiraxon yanagi hayit Ramazonlarigacha haj umra ziyoratlarini qilish, hoj akbarlar bo'lishdik, maqomlarga erishish, sizdek aziz dilbar ayolimizga tashrif munosabat qilsinlar. Hoj akbar bo'lib yana ham o'zbegimning nazarida tushmaydigan tadbirkor ayol bo'lishingizni Alloh sizga madad qilsin. Amin. Yigitlar, mana niqol g'uzar tandir, yo'lchi tandir deysizlar. Mana ahoya tandir shu bo'ladi, yigitlar. Ko'ring. Ahayo, go'shurlar. Qarang, o'zbek dunyoni qaysi burchagida bo'lsa-da, hamisha o'ziga raqib bilgan bo'rilar yig'lar ekan. Amerikaga kelib ular tashlar, deyt ovqatga o'tadi, yo'q, adashgan ekan. Mana Dietitskiy ovqat. qarang buni. Ishtahani karnay qilishligini qarang. Mana O'zbekistonda dasturxonda o'tirib taomlanishadi. Amerikada shvedskiy stol. Mana tik turgan holatda ovqatlanib, o'zlari xursand qilib ketaverishadi. Hammaga yoqimli ishtahalar, hayit bayramlar muborak bo'lsin. Azizlar, mana davramizning haqiqiy ishbilarmoni Amerikada faoliyat yuritayotgan Baxtiyor ukamiz hayit bilan bir so'zlarni aytmoqchi. Sizga bo'lmaganmi? Anavi Qilish kerak. shovqin bo'lib qoldi. Qanaqa? Ko'p kompaniyalar Hammani hayit ayollari o'z bilan kompaniya o'zi offer bermaydi. bizda boshqatdan qilasiz. Ayollar bilan tabriklayman. Mana shu qilgan ibodatlarimiz, tutgan ro'zalarimizni Alloh dargohiga qabul qilsin. Keyin mana shu bugungi ihsonni egalarini Ruslan aka, Ruslan tog'lar hammalari qilgan ihsonlarini ham Alloh dargohiga qabul qilsin. Keyingi yil hayit bayramlariga sihat salomatlikka yetaverishlik hammamizga nasib qilsin. Sog' salomat. Rahmat. Hammani ishlarini rivojini bersin. Tashakkur. Sog' Bizni kuzatishni davom etingizlar. Davramiz juda ham chiroyli. Sizlar bitta olmayman. O'ta ko'tarinki kayfiyatda davom etyapti. Albatta sizlar bilan yana uchrashamiz.